Bugun men Google'dagi eng sekretli hali ko'pchilik bilmagan o'yinlarni o'ynab ko'raman sizlar bilan birgalikda. Va bu o'yinlarni sizlar hali hech qaysi joyda ko'rmagansizlar. Shu sababli videoni oxirigacha ko'rib, video like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Xo'p, birinchi o'yin Google Baseball. Google'dan rosa qidirdim baseball o'yinini va mana shu o'yin chiqdi. Nimagina noodatiy o'yinga o'xshamoqda. Ana urib ko'ramiz. Balkim o'ynaganga o'xshamayman, balkim o'ynamagandirman. Tak. Bitta mana bu bosadigan bo'lsanglar, baseball sumkasiga ko'ptoni otar ekan, urishingiz kerak bo'ladi. Va qanchalik ko'ptoni uzoq otadigan bo'lsangiz, shunchalik sizga ko'p ochko beradi. Endi baseballda qanaqa qoida bo'lsa, bu o'yin ham xuddi shunaqa qoida, bilmay oranglar balkim baseball o'tkazib qo'ydik, ko'ptoni urishimiz kerak edi. Balkim oranglarda baseball o'ynaganlar bo'lsa, bilishar qoidalarni. Ketdi yana. Oh my god, yana bir marta urib ko'raman, o'xshamadi. Opa. O'shida mana ko'rdinglar, uzoqqa ketkazib oladi. Ko'ptoni ikkita odam yugurib ketdi. Давайте. Oxirgisi. Wow. Bizga qanday bo'lyapti, men tushunmayman. 5-urishimiz yoki Google Cricket deb qidirgan bo'lsangiz, sizda cricket o'yini chiqadi. Baseballga o'xshaganroq o'yin, faqat sal qoidalari boshqacharoq deb eshitganman. To'g'risi, birinchi marta o'ynab ko'rishim. Давайте buni o'ynab ko'ramiz. Va bunda ham shunga baseballga o'xshagan tayoqcha bor ekan, ko'pta ochar ekan. Okey, mana bu ikki o'qdan bosar ekanmiz. Hozir sal ko'taraylik. Voy, sindirib yubordi. Okey. Yana bir marta. Bir bitni imkoniyat bergan e'tibor berdilar. O'tdi. Yaxshi, urdik. Nima bo'ldi? Yana qaytarib berdi ko'ptoni. Va. Bir ochko. Out deb qo'ydi, okey. Yana bir marta. Osmonga uchdi. Точно urdim o'zim ham. 8 ochko bo'ldi. Demak, qancha uzoqqa uradigan bo'lsangiz, ochko shuncha ko'p berar ekan. Yaxshilab yetib olamiz. Tak. 12 ochko. Qaytarib berdi. O'xshamay qoldi. Har o'yinchilarga tekkan, men bu ko'p to'lagan ochko berar ekan, 1 ochkodan berdi. Mana uzoq uchirdim. 6 ochko berdi. Xo'sh, mana qiziq o'yin, telefonda ham o'ynab ko'rsanglar bo'ladi. Telefonda ham o'xshaydi, qiyinroq bo'lishi mumkin. Kompyuterda bosadi. Yana 6 ochko. Qancha uzoq uchiradigan bo'lsa, 6 ochkodan beradi. Yana bir marta. Va bizda yana 6 ochko. Mana shunaqa tarzda o'ynasanglar bo'ladi. Albatta Google Cricket'da o'ynab qidirib ko'rish kerak. Google Sapyor, Google'dan xuddi shunaqa qidiradigan bo'lsangiz, sizlarda Sapyor o'yini paydo bo'ladi. Juda eski, legendarniy o'yin, yoki telefonlarda ham bo'ladi bir paytlar. Biza maksimalniy bombalarga tushmasdan katakchalarni ochishimiz kerak bo'ladi. Tak, uchini ochaman. 3 raqam. Hoppa. Bombachalar yig'iladi. Mana shu bombachaga bosib olsangiz, sizlar yutqazasizlar. Bilmayman qancha ochko yig'ish kerak. Oson levelga qo'yib ko'ramiz. Tak. Qaytadan urinib ko'raman. Sapyorni sal tushunmayman-da, nima qilish kerak o'zi? Ochko shu qancha ko'p katakcha olish kerak, men imkoni boricha. Qilish kerak ekan. Zo'r. Qaysi birda bomba bo'lmaydi. Zo'r ketamiz-da. Bomba bor ekan. Google Jerry Levson. Mana shu o'yinga ham kirib ko'ramiz. Bizda mana shunaqa pikselli o'yin paydo bo'ladi. Xo'p, bu o'yinda qanaqa etaplari bor ekan? Har xil nimadir o'yinlar bor ekan. Men select game. Libo mamga kirib ko'raylik-chi, давайте. Как Tetrisga o'xshagan o'yin. Qanaqa yuribmiz buni tushunmayman. A bilan D ni bosib yurgizar ekansizlar. Marioga o'xshab. Hozir yuribmiz. Nima ekan? Tepaga chiqishimiz kerak.
Qaraylik, mana shu o'yinga ham bir marta kirib ko'ramiz. Restart ko'ramiz. Qaraylik. Biz hozir mana bu tangachani olgandan keyin mana bu strelkani kubikka surib qo'ysak, tepadagi yo'lni ochilar ekan. Tepaga chiqar ekanmiz. Marioga sal o'xshashib ketar ekan. Zo'r. Tepaga chiqishga harakat qilaman. Ammo yo'rilib ketish kerak emas, bo'lsa jonimiz kelmayadi. Tepaga tushib ketdim. Surib qo'yamiz yana kubikka. Davay. Sal anaqasi kuchli ekan. To'g'risi чувствительность kuchli ekan bu o'yinda. Bunga chiqa olmayman, hozir chiqishga harakat qilaman. Короче, bu o'yinni to'g'risi siqilib ketar ekan odam agar sabrli bo'lmasangiz, salga yurib ketyapti, уже men ham siqilishni boshlayapman. Okey. Bundan chiqamiz. Tushib ketdim. Xullas sinab ko'ringlar. Sizlarga o'yinlarni olib kelaman, uni o'zingizlar o'ynab ko'rishinglar kerak aslida. Bari qisqacha obzor qilib beryapman, qiziqroq bo'lishi uchun. Endi Google bitta sekretni funksiyasini o'rgataman. Googledan Smelly Cat deb yozadigan bo'lsangiz, sizlarda Google'da mana shunaqa sahifasi paydo bo'ladi. Aynan shu sahifada bitta zo'r fishka bor ekan, qaranglar. Mana bu gitaraga bosadigan bo'lsangiz, ekrandan mushukcha chiqadi. Smelly cat, what are they feeding you? Smelly cat, it's not your fault. Xullas, mushukcha chiqib qo'shiq aytar ekan, funksiyasi shu ekan. Qiziq fishka. Yoki Google'dan Super Mario deb yozadigan bo'lsangiz, bunda ham bitta qiziq funksiyasi chiqadi Google'da. Mana bu so'roqqa bosamiz. Mana shunaqa funksiya. Yoki Black Hole deb yozadigan bo'lsangiz, bizda qora tuynuk chiqadi. Qora tuynukka bosamiz. Va bu qora tuynuk hamma Google saytini o'ziga yutib olar ekan. Qaranglar, qiziq animatsiya. Xullas do'stlar, bugun Google'dagi eng sirli, hali ko'pchilik bilmagan o'yinlarni ko'rsatib berishga harakat qildim. O'zi bunaqa o'yinlar deyarli qolmadi ham. Menimcha bu rubrika ham oxirgilardan biri, balkim yana topadigan bo'lsam qiziq o'yinlarni sizlarga obzor qilib beraman. Yoqqan bo'lsa videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'lishingizdan chiqmasin, tezroq 50 mingta bo'lsak xursand bo'lardim. Dalshi yana boshqa kontentlarni ham albatta olib boramiz. Xullas, hozir shulaydi. Keyingi videoda ko'rishguncha.